ko'tarmadi, dori yemagan. Chiqishga zo'r chiqdim. Nima bo'ldi? Bu sharoitlar haqida aytib o'ring bu yoqda. Sharoitimiz suv muammoli joy. Suv juda tanqis. Bir marta zo'rg'a sug'ora olganmiz bu yerda. Yer sho'r. Juda ham sho'r bu yer. Ikkinchidan bu yerga tajriba uchun boyagi Makkai bilan Jo'xori so'rga qo'shib ekilgan. Mana shu yerda bitta farqini qarang-da. Mana Makka Jo'xorini ahvoli shu sharoitda olmagan. Bu so'rg'oni ahvoli. Ikkalasi bitta sharoit, bir xil sharoitda o'sgan. Shunga qaramasdan qarang, so'rg'u mayli buni bo'yi unaqa o'smagan bo'lsa ham yam-yashil bo'lib turibdi. Sochni turibdi. Makka Jo'xori mana qurib qurib уже даже anaqasi ham yo'q. Pachatga ham hech narsa Mana shu qatorda shunday sariq bo'lib turibdi, ajratib turibdi. Mana bu yerda mana so'rg'u yonida yam-yashil o'tiribdi. Olim aka, mana siz birinchi yil emas, уже so'rg'uni ikkinchi yil ekishingiz. Sabab nima bu narsaga, masalan, bu to'xtamga kelishingizga? Bu to'xtamga kelishimiz sababi mana shu yerda agar so'rga bo'lmaganda biz buni olgan bo'lardik-da mana. Mana biz natijamiz rasxodimiz tugul, urug'imizni ham hosili chiqmagan bo'lardi. Lekin hozirgi ahvolda mana bu agar odam buni hozir bersa, mana orqa tomonni ko'rsating, mana Makka, mana bu suv ichib sal yaxshi bo'lgan joylar u 2 metr, 3 metr o'sher. Ana shuni ichida ham Makka Jo'xori bormi olmaga? Bu yerda yo faqat ko'rishimiz kerak. Bu yerda ko'rishimiz balki bor, lekin mana yerda emas shunaqa. Ona bo'y o'sib turgan joylarimizda bor uni. Mana shu yerda Makkai boramiz. Bu yonda yamni ko'rinadi. Shu yerga borib ko'raylik-chi unda. Siz hozir Olim aka buni ekishda Makka Jo'xori so'rg'u qilib ekdingiz. 3 qator so'rg'u, bir qavat Makkai. Sabab nimaga unaqa ekdingiz? Tajriba. To siz Yevropa tajribasini bu yerda qilyapsiz. Aslida men hech kim tavakkalga qilingan, chunki haligi oziqaligida kraxmalni buni hisobiga oshirishni o'ylab qilingan ish. Chunki Yevropada to'rga 2 qilib ekatdi buni. Chunki ular gerbitsid ishlatmaydi. Haligi nima edim, Qodirjon Makka Jo'xorining gerbitsidi, so'rg'on gerbitsidi bir-biriga balerina tushar ekan. Men balerina urdim. Balerina degani Makkaiga bunga ham bo'lar ekan. Hozir ko'rsataman. O'sha joyda ishlagan. Bu yerda endi qisqasi boyagi barmoq orqasidagi yer deydi-ku, bu shunaqa yerimizda. Haligi suv kelavermagandan keyin dehqonni kirgisi kelmaydi-da haligi. O'zim bir hafsalanpir bo'lmay ketdim. Bir kelsam, mana bu o'sha Makkaidan o'sib bunaqa emas. Hozir o'rsa normalniy, masalan, gektari kamida 30-40 tonnaga, 30 tonnadan ko'p zeleniy massa beradi bu. Yo'qdan ko'ra? Yo'q edi, mana shu yo'q narsa. Bo'lmasa mana bu bo'lish kerak edi biz ahvol. Agar bu Makka Jo'xori, agar hammasi budala Makka Jo'xori bo'lganda ahvolimiz mana shu edi. Tashab ketardingiz. Tashab ketlaring, u daji kirilmasdi. 1 kilo berdi, yana bitta anaqasi 1 kilogramm ham o'g'it, mineral o'g'it berilmagan hozir bu yerga. Hech nima. Mehrsiz o'sgan so'rg'uda. Shunday tashlandiq deyiladi. Shunaqa bo'lgan yerimiz. Atak mana dori yeganga o'xshab baragi qorayib ketgan buni qarang. Bariga qarang. Bu agar ozgina ishlov bo'lsa ham kamchiligim sal kechroq ekib qo'ydim buni. Ana bahorga agar yomg'irlarga ro'para kelib qolganda bo'ldi. Hozir bu o'rmon bo'lib ketardi. Ana nariga tarafdan ozgina suv ichgan joyda ko'rsa bu umuman fantastika. Mana bu boshqa gap. Mana suv berdingiz, ozgincha mehr berdingiz, уже ozgina bo'lgan joyda ahvol. 20 metrmi orasi? 20 metr. Mana. Bu yerda Makkai bor ekan. Lekin o'sha suvni ichgan Makkai mana o'rtada. Shunda ham Makkai pastda. Makkai bor, mana bo'yini qarang. Bu yerda demak suv ichilgan dala. Mana Makka Jo'xorimizni qurib taqshashni boshlagan, qurib qo'ygan. Lekin mana yonida xuddi shu bilan birdek suv ichgan so'rg'u. Tak, 2, 3,5 metr. 3,5 emas, menimcha 2,5 metr, 3 metr. Siz mana qarang. 3 dan ko'p nima deyapsiz hozir? Endi bu yerda haqiqiy fakt ko'rsa bo'ladi demoqchiman. Makka Jo'xori mana farqi. Даже suv, mana shu sharoitda suv ichganda ham mana qilmagan. Mana bu yerda dona Sota bermaganmi? Bitta sotasi bor ekan mana bu yerda. Qani sotasini qo'yaylik. Mana bu sota deyilmaydi. Yo'q. Mana shu sharoitda. Mana shu bitta qator shunday ko'rinib turibdi ahvoli. Yonida mana so'rg'u.
qisqasi og'ir sharoitlarda sho'r keyin makka jo'xoridan foyda olmaydigan yerlarda sorgodan zo'r natija beradi. foyda olish mumkin, yaxshi natijaga erishsa bo'ladi. Stabilni vaqtligini qarang. Bilmadim, agar mana shu tekisiga bo'lsa bu biz bu 80 tonna ham 50 tonnadan ko'p beradi aniq. bumi qancha oldi aytib o'ring. 100 tonna, 100 tonna olindi. Yaxshi sharoitda Beradi agar mana shu 100 tonna. sharoit bo'lsa, men aytyapman, eng 1 kilo dorisiz bo'lgan ahvol mana. Barigida ko'p protein, barigida bo'ladi, barigida qalinligi bor. Tagidan tepagacha bittasi o'lmagan barigi. Olim aka, siz silos qilib yamaga bosasiz-ku? Bosaman, Sorg'oni ham. ha. Asosan nimaga berasiz buni siz? Men aslida o'sadigan molga, podrastkovoyga beramiz. Sog'inga ham atrof qo'shsam, aslida lekin o'sadigan molga ko'p beraman, chunki shakari bor, energiya baland bo'ladi, barigida protein ko'p, oqsil o'sishga yaxshi yordam beradi. Silis qilishda muammo yo'qmi? Yo'q. Bu sharilatib uradi, yaguarlar hozir. Yamaga bosganda ham unaqa Yo'q, suv chiqib ketmaydi buni. Eng zo'r tomoni suv chiqib ketmaydi buni. Suv o'zida petit qiladi. Mana makkayni sal xomroq urib qo'ysangiz, tagidan bunday zakvaska bo'lib oqib chiqib ketadi, achitqi bo'lib. Bunda unaqa narsa bo'lmaydi. Shunday qancha tonna shuncha tonna chiqadi. Chirimaydi ekan. Bu endi gigant degan, sorgoni gigant degan gibrid urug'i. Yana bitta yaxshi xususiyati tarkibida 16-17% shakar miqdori bor. Juda ham shirin. Juda ham shirin, keyin mol ham yana hozir tajribadan bir ikkita joylardan ko'rdik. Qo'ylarga berishyapti ekan silosini. Qo'ylar yaltirab ketgan mana shuni silosini yeb. Juda o'zi ham boyagi fermer aka ham juda mamnun bo'lib gapirib berdi shuni. O'tgan yili suv tanqis bo'lganda o'zimiz nargi yerimizga keldik, bitta sug'organmiz. O'shanda adashmasam 40 tonnadan oldik. Bug'doyni o'rniga ekdik uni. Yaxshi hosil bergan, barigi juda ham seri barg bo'ldi. Qishim bilan o'sha faqat makka jo'xori kam bo'lgani uchun shu bilan nimadan chiqib ketdi, mollar yaltirab, semirib zo'r bo'ldi. Zo'r narsa. Suti nimasida sezildimi yo'qmi? Sezadi, oshiradi, shakarni oshiradi. Ratsionga qo'shish kerak buni. Mollar yeyish qanaqa edi? Shakar bu. Shakar. Mazza qiladi. Mazza qiladi. Natija shunaqa qiyin sharoitda makka jo'xorini o'zini tutishi, sorgoni o'zini tutishi. Mana makka jo'xori, mana sorgo. Olim aka, buni shu boyagi yer sharoiti qiyin bo'lgan chorvadorlar, mana sizda ham yaxshi yerlaringiz bor, keyin mana bunaqa sho'rli mana bittasidan mana bu yerda tuplab ketibdi, bitta urug'dan 3 ta chiqib ketganmi shunda bu yerda? 3 ta. Baquvvatligini qarang. Hali darshi o'saveradi, hali bosh oqib chiqdi. Agar suv bo'lsa, O'sib o'sib ketaveradi. Buni bo'yi 4-5 metrgacha boradi. borar ekan. Yaqinda mana bir 2-3 kun oldin vodiydan klientimiz jo'natdi videosini. O'ryapti ekan, shu yaguarda juda baland bo'lib ketgan, shu 100 tonnadan chiqqan. 10 sotiqdan 15 tonna oldim dedi. 10 sotiqdan 15 tonna oldim. Skromniy bo'lmang-da, bor narsani gapiring-da. Yomon skromniy qiladi-da. Bu aslida 5-6 metr bo'ladi. Aslida. Yaxshi sharoit. Agar hozirda hop mana bu bo'lsa, normalniy. Agar mana shu yerlardan men endi bunaqa bo'lsam, bo'lsam ichimizda 100 kilo bo'lsa ham dori bergan bo'lardi. Dedimda, ekib qo'ydikda qani ko'rgan nimaga. Lekin yonmas, masalan 20-30 tonna yo'q joydan zelion emasi. Dori bermasangiz unga, suv bermagan bo'lsangiz, qishlar faqat yerga olib kelib ekib ketgansiz bahorda. Hozir yana aytilganki, bu o'rilgandan keyin yana ko'karadi degan versiya bor. Agar bir sug'urib o'ralsak, balki yana qanchadir massa olarmiz. Aytaylik, mana hozir shuni bir 10 kundan keyin o'rsangiz, o'rganingizdan keyin agar imkoniyat bo'lsa, suv berasiz. Agar lekin siz bermagan taqdiringizda ham o'zini tomiri, o'q tomiri 2-3 metrga tushgan bo'ladi. Shundan o'zi suv olib, yana o'sishga harakat qiladi bu. Suv bersangiz, u qo'shimcha, u yana xuddi shunaqa oktyabr oyigacha yana xuddi bir 2 metr bo'lishi mumkin. Yana bemalol 20 tonna bemalol olamiz. O'rtacha olsangiz bo'ladi ikkinchisini. Suvli yerdagi bilan massa teng bo'lib qolyapti degani 50-60 tonna bo'ladi. Yaxshi Olim aka, lekin sizga ham katta rahmat shu yangiliklarga intilib, mana shu dehqon, yangi chorvadorlar uchun bir yangiliklar uchun zo'r narsa bu. Yaratib berishga sababchi bo'lasiz. Katta rahmat sizga. Shu mehnatlaringizga
Xudo xolasa sekin Sizlarga rahmat mana shunaqa urug'lar olib kelganlaringga. Xudo xolasa bundan keyin yana shu bir yangiliklarni kiritib, shu chorva uchun bir yaxshi urug'larni nasib qilsa olib kelamiz yana. Bundan tashqari bizda hali yangi loyihalarimiz bor. Aynan shu hozirgi asos ishlayotgan ishimiz yaylovlar tuzish, qurg'oqchilikka mo'ljallangan urug'lar, har xil chorvadorlar uchun sho'r yerlarga mos urug'lar, ana shular ustida ishlayapmiz. Xudo xolasa yaqin kelajakda buni siz bilan birgalikda, hamkorlikda sinovdan o'tkazamiz. Rahmat, ishlaringizga omad, sizga baraka toping.